Assalomu alaykum aziz quvvalilar, kanalimiz a'zolari. Quva tumani Konditorda, ya'ni ikkinchi etajda 3 xonali kvartiramiz sotiladi. Bu yerda odamlar bemalol yashayapti. Xudo xolasa bu yerda gaz, suv, svetdan, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Hozir ichkarilarini to'liq ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Qani ketdik. Kirganimizda zinadan bu yerda mana podez. Kirganimizda chap qo'lda o'rtada katta hol ko'rib turibsizlar. Remontlari yaxshi. O'ng qo'lda birinchi xonamiz, sanuzeli, dushlari, xullas hojatxonalargacha bor. Kafellar qilib qo'yilgan, tayyor. Bu yerda gazlar xudo xolasa umuman o'chmaydi. Bu yerda mana duh kontur, areston, xullas gazlar hammasi qoladi mana. Duh konturlar, atapleniyalar ishlaydi. Bu yerda gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q, kanalizatsiyalar ham ishlaydi. Bu yerda mana xudo xolasa bu tetiski xonamiz. Derazalari bor. Eshiklari parket polda bo'lgan, hammasi. Olgan odam maza qilib yashaydi. Bu yerda bu spalni xonamiz. Bu 3-xonamiz. Mehmonxonamiz. Bu yerda bu konditsionerni olib chiqib ketishadi. Qolgan narsalar xudo xolasa qoladi. Buni narxini 26 mingdan ozgina o'tib berishadi naqd pulga. Krediti yo'q, o'zlari nomiga. Variantga ham kelishadi. 15 ming, 10 ming bilan 15 ming o'rtasida puli borlarga 1 yildan 2 yilgacha variantga, xolasa oyma-oy, xolasa bitta qilib berishga gaplashilaveradi. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar, narxlarini kelishtirib berishadi.